qizlarga, ayollarga oson emas. Xotin bo'lish, qiz farzand bo'lish, ona bo'lish oson emas. Buni his qilish uchun ayol kishi bo'lib ko'rish shart emas, hurmatli erkaklar. Shunchaki iymoni, vijdoni bor inson bo'lsa kifoya. Oxirgi paytlarda ayollarga nisbatan ijtimoiy tarmoqlarda, qizlarga nisbatan oilalarda, xotinga nisbatan oilada bo'layotgan zulmlar shunchalik ko'payib ketyaptiki, bizga ijtimoiy tarmoqlar orqali adminlarimizga son sanoqsiz maktublar kelyapti. Maktublarni o'qisangiz yig'laysiz. Bittasi bir opamiz yozyapti. 5 yildan beri Rossiyada musofirman. Chunki erim ishlamaydi deydi. Erim pul topmaydi. Bolalarimni kelajagi uchun ham 5 ta farzandim uchun ham mana shu yerda musofirda ishlab yuribman deydi. Yoki ba'zi bir opa-singillarimiz yozyapti. Erim va qaynana qaynatam 3 ta qiz tuqqanligim uchun 4-homilam uzida o'sha skriningda qiz deganligi uchun meni haydab yubordi uydan deyapti. Menga kerak emas qiz farzand deb deydi. Voy hurmatli baraka topkur erkak, seni ham xuddi shunaqa qiz dunyoga keltirgan. Hurmatli qaynana, siz ham ayolsiz-ku shunday. Axir bizni ajdodlarimiz, ota-bobolarimiz emasmidi? Biz emasmidik 3 ta qizni, 2 ta qizni bo'lsa ham tarbiyalab jannatga kirib ketadigan. Yoki ba'zi opa-singillarimiz, singillarimiz aytayapti, ilm olishni, o'qishni istayman, otam, akalarim istamaydi deydi. Qo'ymaydi, o'qib nima bo'lardi qiz bola deb aytayapti deydi. Yoki ba'zi singillarimiz bor, stressga tushib qolgan, nimaga akalari tomonidan, otalar tomonidan doimiy zug'umga uchraganligi uchun. Yoki ba'zi bir singillarimiz, qizlarimiz oilada erkakni, otani mehriga yaxshi to'ymaganligi uchun ko'chada ba'zi bir jirkanch, iflos yigitlarni aldamchi mehrlariga aldanib qolib, nomusidan ayrilib qolyapti. Iltimos, hurmatli vatandoshlar, qizlarimizni go'zal tarbiya bilan tarbiyalaylik. Ularga mehr beraylik. Qiz bolani qattiqqo'llik bilan tarbiyalab bo'lmaydi. Qiz bolaga mehr, muhabbat beriladi. Ko'pchilik ota-onalar o'zlari bilmaydi qiz bolani qanday tarbiya qilishlikni, natijada keyin qiz yomon. Qiz fohisha bo'lib ketgan, qiz tabletkaga o'tirib qolgan, qiz chet elga qochib ketgan, qiz ajrashgan, hamma narsada ayol kishi aybdor bo'lib qoladi keyin. Bularni to'xtatishimiz kerak. Bularni to'xtatish uchun esa qizlarni tarbiyalash ilmini o'rganishimiz kerak. Istang reklama deng, istang boshqa narsa deng, ammo men o'zini hurmat qilgan ota-onalarga mana shu Qulog'im senda qizim degan kitobni o'qib chiqishini shart va majburiy ish deb bilaman. Mana shu Qulog'im senda qizim degan kitobni avval onalar va otalar, undan keyin qizlar o'qib chiqingizlar.